Hay, yaxshimizlar do'stlar. Bugun sizlarga bir qancha issiq meva bilan yeyishga to'linmas keladigan achchiq-chuchuk bir xil mevani sayab keldim. Buning ketarlik materiallarni uncha ko'p emas, videoda ko'rsatilgan bo'yicha muvofiq mushmogon tayyor qilib olgandan keyin normal cho'nliqda parchalab tayyor qilib olamiz. Undan boshqa o'zimizdan ehtiyojiga tushib tayyor qilib olgan kalgo'shimizni sira holati to'g'ri olsak bo'ldi. Ko'rib turganinglardek boshqa sayko'ktatlarni o'xshash sira holati to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ko'rib mishayga chipslar meni qo'shmagan do'stlarim meni qo'shilishni unutqanmanglar. Bundan keyin taxam yaxshi bo'lgan mazmunlarni o'zingizlar sunish uchun taxam bak terishma. Agar mazmunim sizlarga yaratgan bo'lsa, yurak besib, inkas rayniga haqsiz gullarni yo'llab qo'yishni unutqanmanglar. Qo'llashlardan o'gitishmandim bo'lsin. Hamda o'zimizdan kelib qaytib kelsak, ko'rib turganinglardek qozonimizga az miqdorda moy qo'yib, moy qizgandan keyin go'shtni qizarg'ich bir qo'rib olamiz. Keyindan piyozni solamiz, piyozni bir ishga aralashtirib olgandan keyin buningga az miqdorda tuz, azroq jon yo'q qo'yib, go'shtning rangini o'zgartirib olgandan keyin buning tayyor qilib olgan mogon solamiz. Mogonning suvi chiqicharlikda 1-2 minut atrofida qo'rib olsak bo'ldi. Endi buningga ko'rib turganinglardek azroq lazjan, yana azroq sho'xuljon silib olamiz. Agar yaxshi ko'rsanglar sho'xul silib olsanglar bo'ldi. Bugun men bu sayga sho'xuljon soldim, sho'xul solmadim. Ko'rib turganinglardek bularni bir aralashtirib olgandan keyin odatda uyda sayni taxam yeyishga chiqray desanglar, shu xo'gut it qo'sin bir qo'shqa atrofida silib olsanglar mogoning purqumi yo'qaydi. Ham intay yeyishga tayyor bo'ldi do'stlar. Keyindan tayyor qilib olgan qizil ko'klarza samsoqlarimizni solamiz. Bularni bir ishkarlashtirib olgandan keyin o'zimizning ehtiyojiga qarata bir piyola atrofi suv qo'yib bir qaynatib olgandan keyin tuz ta'min etib taqsimiz usva saqlab bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek intayin o'xshagan achchiq-chuchuk mevasimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Qanday o'rganib oldinglarmi? Unda bo'lsa oilada o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb yiqqanlar.